Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun 2025-yil 21-may haftaning chorshanba kunidagi zavodimizdagi holatlar. Qovg'ish chiqarishlar ketyapti, pishganish yuklanish jarayonlari ketyapti. Bu ishlarimiz standart holatda 6-12-25. Zavodimiz manzillari Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Navbahor qishlog'i. Ko'pchilik shu birinchi qo'lni istab yurganlar uchun birinchi qo'l zavod egalari o'zimiz. Video chiqarayotgan ham o'zimiz, yetkazib berishda texnikalar muammo bo'lgani yo'q, yetkazib beryapmiz. Texnikalar ham hammasi o'zimizdan. Kimga shunday ishlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarda yetkazib beramiz. Ishlarimizni narxlari zavodimiz o'zida 850 so'mdan vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarda. Hozir ichkaridagi g'isht holatlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Videomizda xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Biz gapga epchil emasmiz, bloger emasmiz. Shuning uchun qo'ldan kelgancha shu xalqning xizmatida ishlarni arzon borish uchun video qilib o'zimiz tashkillab harakat qilyapmiz. Ko'rib o'tganlaringni bu birinchi xumdonimizdan yuklanayotgani, hozir mana bu ikkinchi xumdonimizdan yuklanayotganini hozir ko'rsatib o'taman. Mana ko'rib o'tganlaringni bu tarafda qishga fond yig'ilyapti. Bizniki 24 oy g'ish bo'ladi, qishini yozin, xudo xolasa. Hozir mana keyingi xumdonimizga kelganmiz, yuklanishlar ketyapti. Hozir yaqindan ko'rsatib o'tamiz. Mana ko'rib o'tganlaringdek xumdonimizda ham atlasni chiroyli. Kimga shunday ishlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarga yetkazib beramiz. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'lasizlar.